qadimdan Xorazm dunyo tarixchilarining diqqat markazi bo'lib kelgan. Ma'mun akademiyasi bo'lgan. U undan oldin, masalan, qadimgi Xorazm davlati hattoki Aleksandr Makedonskiy vaqtida ham o'z mustaqilligini saqlab qolgan. O'sha paytda Farasman bo'lgan hukmdori, o'sha Farasman hattoki Aleksandr Makedonskiy Hindistonga yurish qilishiga ham ijobiy ko'rsatgan, ya'ni fikr bildirgan inson sifatida keltiriladi. İlk o'rta asrlarda Xorazm, afriqiylar bu Beruniyning qadimgi xalqlardan qolgan yodgorlik asari keltiriladiki, o'shanda ham mustaqil idora bo'lgan. Xususan, 4 ta sulola vakillari Xorazmshohlar unvoniga sazovor bo'lgan. Bular qaysilar? Bular afriqiylar, Ma'muniylar, Oltintoshiylar va Anushteginiylardir. Biz o'rganilayotgan hozirgi endi Xorazmshoh Anushtegin o'zi bu Garjistondan tug'ilgan aslida. U masalan Rashididdin, Hofiz Abro'ning asarlari keltirishicha O'g'uz turklarining bektili urug'idan bo'lgan. Va Malikshoh huzurida u sidqi dildan xizmat qiladi. Tashtorlik vazifasini qo'yadi, lekin o'sha payt tashtorlikda asosiy manba qayerdan keladi? Xorazmdan kelardi. Xorazmdan kelayotganda uni Xorazmning shihnasi, rais etib tayinlaydi. Buning evaziga Anushtegin unga sidqidildan xizmat qilib va keyingi jarayonga uning o'g'li Qutbiddin Muhammad kelishida ham muhim rol o'ynaydi. Chunki buning xizmati katta edi. Va Qutbiddin Muhammad hokimiyatga kelishida ham Zubdat u Tavorix asari keltirishicha Xurosonda poytaxti Marvda din ilomolar bilan o'sha yo'g'rilgan bilimdan olgan, ma'rifat bilimlari ham olgan. Lekin hokimiyat tepasiga Xorazm hukmdor bo'lgandan so'ng eng avvalo din ishlariga alohida e'tibor qaratdi. Ular bilan xushmuomalakda intildi. Ular ham xuddi shu munosabatda qaytardi. Lekin uning keyingi taraqqiyoti shuni ko'rsatadiki, sidqi dildan xizmat qilish Sulton Sanjarga bog'liq bo'lib qoldi. Endi bu biz bir taraflama yondashyapmiz-da hozir. Mana hali u bu yoqda mana tasavvur qilaylik, Chingizxon o'ziga Xoqon nomi berildi. Onon daryosi bo'yida 1206-yilda o'sha Rashididdinning mening jonajon tarixim asarida Dengizxon, Akyan shiddatli degan ma'noni bildirgan. O'sha unvonni olish evaziga. Va endi uning hududlari Xorazm hududlariga to'qnash kelib qoldi. Ikkita chegara hududda to'qnash kelib qoldi va buning natijasida va endi bu vaqtda Xorazmda siyosiy jarayon qanday degan savol tug'ilishi mumkin, tabiiy holat. Chunki ikkita mamlakat turgandan keyin undagi siyosiy jarayonlar boshlandi. Hattoki Qutbiddin Muhammad Alovuddin Xorazmshoh 1220-yil hukmronlik qilgan, o'sha biz biladigan Muhammad Xorazmshoh deb aytaylik, uning orzusi Xitoyni zabt etish edi. Xitoyni zabt etish edi, lekin u Xitoyni zabt etib qo'yadi Chingizxon. O'shaning rostligini bilish uchun Bahodir Ar-Rozi boshchiligidagi elchini yuboradi. O'shanda Chingizxon nima deydi bilasizmi? Men Sharqning sultoniman, sen G'arbning sultoni sen. Men faqat diplomatik savdo aloqalar sulh bo'yicha men siz bilan gaplashurman deb aytadi. Lekin bu vaqtda Xorazmshohlar davlatida ichki vaziyat tashqi jihatdan nihoyat kuchli ko'rinsa-da, lekin ichki jihatdan zaif edi. Sabab nimada? Omillar bor edi, bir qancha omillar, sabablar bor edi. Hali u tashqaridan kirish jarayonida Chingizxonning kirishi, hokimiyatni egallashi emas, undagi ichki ziddiyat Mo'g'ulga qo'l keldi. Aynan Chingizxonga qo'l keldi. Mo'g'ullar buni qanday bildi? Xo'p, endi u paytda Alovuddin Muhammad qarang, shu daraja o'ziga bino qo'ygan shaxs ediki, Hindiston, Iroq, Gurjistondan egallagandan so'ng eng oxirgi 1210-yilda Sirdaryoning Ilamish dashtida qora Xitoylarga uzil-kesil zarba bergandan so'ng o'ziga qarang qanday nom olyapti. Ikkinchi Iskandar Soniy va o'zini esa Sulton Sanjarga tenglashtirib Sulton Sanjar unvonini oladi va davlat muhriga esa Zil Alloh til ard, Allohning yerdagi soyasi deb kamtarona yozishni buyurgandi. Bu o'ziga nihoyat bino qo'ygan shaxs edi. Lekin endi bu uning shaxsining buyukligini ko'rsatyapti-da u. Lekin Xorazmshohlarning aynan uning davriga ichki ziddiyatda nimalarga omil? Bir qator sabablar bor edi. Birinchi sabab qo'sh hokimiyatchilik edi. Qo'sh hokimiyatchilik Turkon xotunning An-Nasafiyda keltiriladi. Sulton va Turkon xotin bir masala yuzasidan agar topshiriq yuzasidan tushadigan bo'lsa, ikkita buyruq kelardi. Biz buyruqning keyingi sanasiga qarardik deb aytardi. Ko'ryapsizmi? Turkon xotin shu darajada qulay. Sabab nima bo'lgan? Chunki birinchi sabab Qipchoqlar urug'idan edi.
sababi Qipchoqlar hokimiyatning barcha jabhalarida Qipchoq urug'i hamma joyni egallagandi. Muhammad Xorazmshoh esa Qipchoqlar unga bo'ysunmasdi, u Turkon xotinga bo'ysunardi. Va vaholanki Turkon xotin shu daraja o'ziga bino qo'ygan shaxs ediki, dunyo malikasi, hattoki dunyo va din homiysi sifatida bevosita farmoni chiqargan. Koinot va din homiysi sifatida shu darajada o'zini ulug'lagan ayol edi. Va bu birinchi taraflama edi. Ikkinchi taraflama uning yondagi, atrofdagi Muhammad Xorazmshoh atrofdagi barcha o'sha kim bo'ladi, o'sha vazirlari barchasi Turkon xotinga quloq solardi. Buning pirovard maqsadida esa josuslik yo'li bilan aynan Chingizxon ustalik bilan foydalandi. O'sha bitta xati bor. Sening ishlaringdan men xabardormen. Bu Ar-Rozi kelgandan keyin unga shu ma'lumot bergandan keyin unga yana 1218-yilda unga Mahmud Yalovoch Al-Xorazmiy boshchiligi savdogarni yuboradi. U savdogar rais sifatida yuboradidagi unga xat yuboradi. Xatida shunday jumlalar bor edi. Sening ishlaringdan men xabardormen, qilayotgan ishlaringdan, barcha davlat ishlaringdan men xabardormen. Seni men eng aziz o'g'illaring qatorida sifatida ko'raman degan tushuncha paydo bo'ladi. Va zudlik bilan u Alovuddin Muhammad Xorazmshoh endi kim haqida ma'lumot to'playdi? Chingizxon haqida ma'lumot to'plashga astoydil kiritadi. Chunki u haqida yo'q edi, ma'lumot yo'q edi unda. Ana o'shandan keyin u Chingizxonga shaxsiga sig'inib, Chingizxon shaxsini bilish uchun qiziqa boshladi. Endi uni ayg'oqchilari, lekin asosan o'sha paytda kelgan ayg'oqchilar Xorazm shohlar davlat haqida Chingizxonga ma'lumot to'plab qo'ygan ungacha. Mana sizga ayg'oq josuslik shu daraja zo'r ishlaganki, unga o'sha paytda Chingizxon o'sha yerda foydalangan. Xorazmshohlar davlatidagi ichki ziddiyatlar uning qo'lida turibdi, tayyor turibdi, qo'lda turibdi. O'shanda u foydalandi. Lekin bu vaqtda hali feodal tarqoqlik bu mamlakatda bor. Hattoki mana hali urushgacha kelamiz, lekin Chingizxon katta bir fojia, hattoki esankiratib qo'yadigan o'sha o'tirib fojiani sal oldin ham aytadiki, Muhammad Xorazmshoh hattoki unga din peshvolari ham unga ergashmay qo'ydi. Sabab bor edi. 1210-yildagi Samarqanddagi qattiq qo'zg'olonda din peshvolarini ham qirib tashlaydigan. Buning natijasi xalq uni qo'llab-quvvatlamaydi. Birinchi o'rinda Muhammad Xorazmshohdan, ikkinchisi din peshvolari unga qarshi chiqadi. Uchinchi omil esa Qipchoq urug'lari unga so'zsiz itoat etmasdi. U Turkon xotinga albatta Turkon xotin eng asosiy Turkon xotin deb bilardi. Muhammad Xorazmshohning eng katta bir xatosi bor edi. Qo'shinni bitta joyga to'plashdan qo'rqardi. U hokimiyatdan ajab qolishga qo'rqardi. Ana o'shaning uchun u keyingi hali qilamiz, o'sha fikrlar jumishga keladi. O'shanda turli xil takliflar bildirsa-da, lekin o'zining taklifini ma'qullaydi va shuning uchun oxirida